Assalomu alaykum. Solex invertorida, ya'ni, setoviy on-grid invertorida iste'moldan ortiqchasini bilamiz tarmoqqa sotadi. Shu funksiyani o'chirish, ya'ni faqat uyda iste'mol uchun ishlatish hozir savol bo'lib qolgandi. Shunga ko'ramiz. Mana hozir bizda havo aynib turibdi. 10 kilovatlik Solex on-grid invertori 767 ishlayapti ekan hozir. 116 vatt uyga, 756 sotishda. Endi shunday qilishimiz kerakki, biz faqat uyga ishlaydigan tokni chiqarsin, davlatga sotmasin deydigan bo'lsak, ustroyство bo'limiga mana tanlaymiz, настройкаga kiramiz. Advancedga kiramiz, parol berib, настройка bo'limiga kiramiz. Настройка bo'limiga kirganimizda mana export control turibdi mana. Bu yerda mana kontrol qiladigan S-metr endi ham hozir men ishxonadaman, invertor uyda. Xo'p, sotish maksimal kuchlash sizlarda 40 yo 60 bo'lishi mumkin. Meniki 10 kilovattligi bo'lgani uchun bu 20 ga qo'yilgan, hech qachon 20 chiqara olmaydi baribir. Maksimal sotish chegarasini endi mana shuni 0 qilamiz. Bunda endi mana 0 qilib turib saqlanib qilamiz. Bo'ldi. Endi invertorda holatiga qaytamiz endi. Glavniga o'tsak, mana 641, 622 sotyapti, hozir bitta обновление keladi. Sinxronizatsiya bo'lgandan keyin. Mana uy ishlatyapti. Bo'ldi, tamom, setga sotgani yo'q. Endi 4 vatt ko'rsatyapti, endi 0 degani hisob. Faqatgina hozir uy uchun ishlayapti invertor. Davlatga sotgani yo'q. Uy 15 kilovat ishlasa 5 kilovat uyga chiqaradi, davlatga sotmaydi. Bu shu holatda bo'lsa o'chgan hisoblanadi. Endi qaytarib qo'yish yana shu holat. Настройкаga kiramiz. Yana export control 0 da. Mening invertorim 10 kilovatlik. 10 yozsam ham bo'laveradi. Boringani 15 ming yozib qo'yishim mumkin. 15 ming vatt hech qachon 15 ming vatt sota olmaydi bu, chunki 10 kilovatlik deyapman. Sizlarda 60 bo'lishi mumkin bu. Lishb maksimal sotishdan yuqoriroq qo'ysangiz maksimal sota oladi. Saqlanib. Hozir mana sinxronizatsiya keladi, yana necha ishlayotgan bo'lsin, yana asl holatiga qaytadi. Bo'ldi, mana yana sotishni boshladi. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu shu eksportni cheklab qo'yish funksiyasi.